So'nggi yillarda mamlakatimizda turli soha rahbarlari tadbirkorlar bilan uchrashib, ularga yordam berishga, qo'llab-quvvatlashga harakat qilmoqda. Chunki tadbirkorlik mamlakatimiz iqtisodiyoti rivojining asosiy omiliga aylanib bormoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida Qoraqalpog'iston Respublikasi Soliq boshqarmasi boshlig'i hamda tuman hokimi tadbirkorlar bilan uchrashdi va ularning muammolarini shu yerning o'zida hal etishga harakat qildi. Mohira Mamutova qandolatchilik mahsulotlarini ishlab chiqaradi va Xo'jayli tumanidan boshqa ikkita tumanda o'z sexlarini tashkil etgan. Mazkur sohada o'z brendini yaratish hamda yangi ish o'rinlarini tashkil etish tadbirkorning asosiy maqsadi. Shu bois uchrashuvda u o'zining g'oya va istaklarini ma'lum qildi. 100 ta ishchi o'rin yaratdim. 30lagan ayollarimizni migratsiyadan qaytardim, oilasidan qaytardim, ularni ish bilan ta'minladim, ularga bilim berdim, bilim bilan amaliyotni birgalikda olib bordim. Soliq imtiyozlaridan tejalib qolgan mablag'lar evaziga biz o'zimiz korxonamizga yangi asbob uskunalar olib kelib, ya'ni ishchi o'rni yanada kengaytirishga ishlatmoqdamiz. Tadbirkorlarga berilgan soliq imtiyozlaridan mamnunmiz. Tuman markazida o'tkazilgan uchrashuvda ham asosan tadbirkorlarni qiynayotgan muammolarga e'tibor qaratildi. Ayni kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida 34 mingdan ziyod tadbirkorlar faoliyat olib borishyapti. Ularning 2024-yildagi soliq to'lamlari umumiy daromadning 43%ga to'g'ri keladi. Soliq imtiyozlari, imtiyozli kreditlar ajratish, eksportchi korxonalar uchun yaratilayotgan qulayliklar, yer ajratish tartiblari. O'tkazilgan uchrashuvda ana shu masalalar yuzasidan ma'lumotlar berildi. Amina Qurboniyozova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.